sana şark tacını giyir, zulmette üştüretmeyin beni. Bade-i hak mestime, yalanında uyratmam beni. Sultani sana aylanır aylanır hiçbir iş kopmaz bana. Aylanır aylanır hiçbir iş kopmaz bana. Aylanır aylanır hiçbir iş nefsi pide bağlanır, ruh ipleri rüzgar tanar. Köyünü ikramını, köyünü ben etmem ya. Sökme gütkenler işim, natanlar rasmı, göz zamanın rast eder, kavlanırlar hasretim. Gül zaman temizsinler, ekmek anamlar keslikim. Enayi kılma cemşidir, feridun vesbikim. Şafazî-i eller girerge avşınız, kendi insan kadirkan. Eller girerge avşınız, katibi evrurakan. Vergilerge avşamaz. Kim olayım hayrına, vergilerge avşamaz. Bacım, yana bir de sen bacım. Bunun vakıası var, vakıası aytdi. Bir birodarimiz var hozir Angliyada.
Şu bir sinesini to'yini qiladigan bo'ldi. 20 kishimiz xolos. Shu yerda manaqa so'ri, bizda Andijonda so'ri deydi, bu yerda karavat deyishadi. O'sha shu so'rida o'tiribmiz 5 kishi, 6 kishi. Shoirlar o'tiribdi, bu kishi ham. Bu kishi tushib she'r o'qishni boshladi. She'r o'qishdan oldin aytdiki, men Hazrat Amir Alisher Navoiy hazratga avvallarga o'xshamas degan g'azaliga muhammas boyladim dedilar. Va o'qishni boshladi. Boshlaganda men shu o'qishni boshlayotganda shuni shu yerda aytib beraman deb niyat qildim. O'sha ashulani. O'sha joyda, bu yerda emas, o'sha joyda. Shunday torimni olib kuyga sola boshladim. Bu ham o'qiverdim, men kuyga solaverdim. Kuyga solayotgandim, menga qarab turib o'qib olib, biz siz qo'shiq aytganimizda tinglab o'tirdik. Siz nega biz she'r o'qiganimizda eshitmaysiz? Gördüler, ben yakal dedim, ortağım o, kağızlı bir yakal dedim de, kağızını opturup o şeyde ayıp verdim, ana şu yerde, o şey joyda, bu aşılar, o şehirde bina bo'lgan Hazrat Amir Alisher Navoiyni, o'sha avvallarga o'xshamasligiga bu kishi muhammas bog'laganlar va sabab shu, bu qo'shiqni parvozi baland bo'ldi, el yurt ichida ham, butun dunyoda ham. Hozirgacha mana hamma maza qilib eshitadi. Shunga shu sabab bo'lib qolgan. Yana bir marta Omonmatjonga bitta qarsa. Bu men bor yo'g'i shu Navoiyga birgina muhammas yozganman umrimda va Ogahiga birgina muhammas yozganman. Bunu yozganim 67-yilda avvalgi asrda universitetda o'qib yuribman Armiyadan. Radioda Komiljon Otaniyoz kuylayaptilar. 50 yoshga to'lgan paytlarida Sheroziy bilan aytishuv qilib aytyaptilar. Ko'nglim ichida duxan avvalgilarga o'xshamas. Kim Urg'oyning hijri ham avvalgilarga o'xshamas. Men shu universitetda yurgancha yurdimki, Toshkentga ishga yuborishgandan keyin 3 yildan keyin Xazoinul Ma'oniyni topib, Navoiyning g'azallarini yozaman deb hamma tilovatlarimni qilib, tozalanib, Navoiy endi 300 yil bo'lmayapti. Shu muhammasni yozganman. Keyin ikkinchi muhammasim haligi Ogahiydi she'ri Feruz ustuna. Shunday yaxshi ko'rib qoldim. Xorazmning qishlog'idan bitta gruzovoy mashina topib, o'sha bolalik payt Ogahiy pirimiz yotgan joylarga üstlariga ziyorat qilishga bordim. Ko'klam edi junbush kelib, o'yu xayol yod ustuna. Ruhin ziyorat etgani bordim men ustod ustuna. Ses berdi ul, holim zabun, keldingmi imdod ustuna. Desam, Müşkül Haşi'nin heybeti un çeşmi cellal üstüne keyin ketaveradi. Shuning uchun pirlarimiz qo'llasin, ularning ruhi bizlarni doim yuksak ko'taradi. She'rlarga sizning qo'shiqlaringizni endi o'sha avvalgilarga o'xshamas, dilimning rangini gul bilsa bo'ldi, ketaveradi. Tongdan turib birinchi ishim yo'lib tortib, avtini ijod ishlarga kirishdan burun Hojixon akani, Komiljon akani eshitaman. Otajonimiz sizniki eshitib o'tirib, ijodga kirishib ketaman. Bu hayot qanday ne'mati go'zal.
Barakallah. Muhammadjonga yuragiga quvvat, yuragiga quvvat. Mana shu yerda ham yig'lab turib gapiryapti. Alloh bu kishini yuragiga quvvat qilsin. Alloh ilohim sog' salomat qilsin. Yoqdagi gapirdingiz. Beroq keling. Yoqqa keling. Beroq. Keyin, yo'q, men keyin aytaman. Siz gapirib oling, keyin aytaman. Beroq keling. Yoqub Ahmedovga bitta dunyoni xalq artisti. Qaraysiz. Chiqarsa, bu yigit kim chiqarsa? Dünya halk artistleri satkanlarına burada. Yine bir Amerika yarım gerek. Kapsaklara arşavlarından nasıl? Dünya halk artisti. Hadi binnesi esimga tushib qoldi. Ali Cho'ponovga Madinani. Keyin aytib beraman, buni voqeasi bor. Ya hozir yoqqakam gapirsin. Ey ona tabiat, o'tinchim senga. Ey ona tabiat, o'tinchim senga. Mendan go'zallikni bevoda qilma. Yo'l berib, quvvat ber, ishonch ber menga. Ammo qanotimni bir dona qilma. Agar go'zallikdan begona qilsang, ko'zlarim ko'r bo'lib tingan yurakman. Agar qanotimni bir dona qilsang, yuraksiz, parvozsiz kimga kerakman? Yonimda turgan yigit, ana shu O'zbekning kichkinagina bir qanoti. Yurtining qanoti, elining qanoti va onasining katta bir qanoti. Ilohim, mana shu qanot doimo parvoz qilib tursiz. Siz parvoz, siz ana shunday ijodkor odamsiz. Ilohim, mana shunday kunlaringizda Yoqub aka, onajon degan ona haqida bir zo'r she'ringiz bor, shu onamga bag'ishlab o'qiylik. Jon ustoz. Sizni hech kim o'qiy olmaydi ona haqida she'rlar. sen o'zi o'tiringlar. Bitta she'r o'qiyman. O'tiringlar, men o'qiyman. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, o'tiringlar. Hodiga.